mepga chiqib ketdi. Mepdan xabar keldi-da. Og'ayjon, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Og'ayjon, mashinani arendasini to'lasang to'lagin. Aytgan muddatingdan ham o'tib ketibdi. Bo'lmasa mashinani keltirib joyiga qo'yib qo'ygin. Men uncha-muncha kutolmayman endi. Sharoitim bor, sharoitim yo'q deb turibsan-ku faqat. Bo'ldi o'rtoq. Hozir sharoitim to'g'ri kelmayapti. Sharoitim bo'lgan paytda qilib beraman. Ozgina sabr qilasan, maylimi o'rtoq? Aytgancha o'rtoqning ham shtraflari ko'p edi. Qaysi kompaniya orqali to'ladim deyapti. Shuni so'rab ko'raychi. Alo. Ha, Og'ayjon, zo'rmisan? Ha, shtraflarimni to'lagandim. Qaysi kompaniya desam, oson rassrochka bilan boshlang'ich to'lovsiz bo'lib to'lashga olib berishgandim hamma shtraflarimni. Shunaqa. Senga tavsiya beraman lekin yaxshi kompaniya bilan. Telefon nomerini beraman, operatorlarga bog'lansang, bemalol sen shtraflaringni ham hal qilib berishadi. Unday yurma shtraflar.